Opajon assalomu alaykum. Kapilka supermarketining postoyanni mijozimisiz? Hozir qarang. Bizda Kapilka supermarketida aksiyaga ketyapti. Ananaslar narxi 16 ming so'mdan. Bitta yeb ko'ring. Deymi? Pishgan, ha. Joyi biza qo'yib pocham yana erta to'g'ri urmasdan. Zero haqiqatan ham shirin ekan. Ta'mi zo'r. Arziydi. 16 ming. Bozorga nisbatan arzon ham ekan. Hammasi narxi qanaqa? Narxi вообще 16 ming so'm. Mana shu turishi 16 ming so'm. o'shaga qarab qoldim tamizir. Narxi 16 ming so'mdan Kapilka postoyan tashrif buyurib, mana shu mijozlarga yanada qulaylik bo'lsin deb shunaqa narxini 16 mingdan qilib qo'ydik. Biz doimiy klientlar. Boshqa joyga bormaymiz, kerakamiz. Charchamaydi. Har kun pashsha surishayapmiz. 40 mingga olaydik. O'zim hayron qolaman, qanday bu arzon bo'lgan deb. Biza 16 mingdan qilib qo'yganmiz. Bitta yeb ko'ring. Sababi nima? Yemagandirsiz. Endi sababi, va siz necha yoshdasiz hozir? 70. Ya'ni hazillashmang. Yo'q, 17 deng, 18 deng. Yo'q, 70 yoshda. O, 70 yoshda. 70 yoshda. Rosa yosh ko'rinasiz. Nechidaman aytinglar qani? Lekin yosh ko'rinar ekan. Rosa yosh ko'rinasiz. 70 yosh. Umringizga umr qo'shilsa, ana shu yuzingizga Gap yo'q sizlarga, ana shunaqa narsa arzon bo'lsa, biza xursand. Hamma narsa arzon. Kapilkaga gap yo'q. Tamom. Kulgingizni hech qachon siz Mayli, rahmat. Yoqdimi sizga? Narxi qanaqa? 16 ming so'm. Arzon? Mana shu turishini o'zi 16 ming. Yaxshi. Bu bozorda ham yo'qda bunaqa. Anaslar narxi nechi pul o'ylaysiz? 30 ming bormi? Xilopsiz 16 ming so'm qilib qo'ygan. 16 ming so'm mana ananasi narxi. O'shaning uchun hozir bitta yeb ko'rib degustatsiya qilib berasiz. Tamomlar. Qani olinglar. Bitta. Gret, oling hay. Zo'r mazza ekanda.